Xormeylar. Handmida bugun ajoyib yangilik, hamma rekordlarni urib tushiryapti. Bir kunda 65 ta vakansiya post qildik. 65 ta vakansiya 2 yil oldin bu bir haftadagi rezultatimiz edi. Bir kunda bugun 3 ta vakansiya Amerikada, 62 tasi O'zbekistonda. Xudo xolasa yuzlab kompaniyalarga yordam beryapmiz. Ishimiz ko'payapti. Ko'proq kompaniyalarga yana xizmatimiz oshyapti. Marketplace servislarimiz ham ko'payib boryapti. Bolalarda ish qaynab yotibdi. Hozirga ham bitta driver conversation qilyapti. Tracking sohasi oson emas, shuning uchun bizning sohamiz ham ancha stressi bor. Marketplace'da 10 dan ortiq MC'lar post qilindi. 10 dan ortiq haydovchilar post qilindi va undan tashqari bir nechta traklar, servislar post qilindi. Bemalol Handme Marketplace'ga o'tib servislarni topsanglar bo'ladi. Lekin agar sizlarga ish kerak bo'lsa, Handme platformasiga o'ting va o'zingizga qulay va kerakli Amerikadagi ishlarni toping. Sog' bo'lasizlar.